Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun Yangi bozor sentrida men Lenin maktabi yanında, Birinchi umum ta'lim maktabining yanında, Siraj do'konining yon boshida baliqxona ochilibdi, Saboy. Shuni sizlarga hozir obzor qilib tanishtirib o'taman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Arman usta, qani nega gap siz bilan nima ishlar boshladingizlar bu yerda? Saboy ochdig'ina, xudo xolasa, moyboshlar bor, sazonlar bor, Necha xil setka baliqlar bor. Bu yerda hozircha 2 xil balig'imiz bor. Xudo xolasa piyostorini ham yo'lga qo'yamiz. Moyboshlarni 45 dan qo'ydik. Qo'rib beramiz shuni ichida. Setka baliqlar, sazonlar 70 dan, 80 dan. Setka baliqlar 80, qo'rmasi 70 dan. Setka tovuqlar bor. Kilosi 1 kilo 700 dan. 80 ming so'mdan qo'yibmiz bor. Shoshiklar ham bor. 10 ming so'mdan shoshiklar. Bu yerda Saboy haqir, ha? Saboy va. Nima bo'lib pishiramiz hozir? Tak hozir setka baliq pishiramiz. Tekrar chiqdi bu. 1 kilo 300. Setka baliqqa nima qo'shiladi? Setka baliqqa yana tomat pastamiz, riba, priprava, baliq tiki, yana chig'irch, shunday narsalar qo'shiladi. Yog' nima kerak bo'ladi? Sosni olib chiqish uchun mazali olib chiqadi, mazali olib. Yana xudo xolasa bo'ldik bilan. Setka balig'imiz ham tayyor bo'ldi. Agar dastavka qildirjaq bo'lsangiz, ana shunday chiroyli bir korobkalarga solib, akkuratlik yuveradi sizlarga. Mana noni, sousi, chiqib hamma narsasi ichida bo'ladi. Ish vaqti nechaga bo'ladi deydi? 10 dan 10 gacha bo'ladi ish vaqti. Yeb ko'ringlar qani. Shuni o'zingiz ham bir tatib ko'ring. Yaxshi. Bismillah deb. Lab setka baliq boshqacha bo'ladi-da. Bismillah. Dam yomon bo'ladi-da bu. O'zimda yaxshi ko'raman setka baliqni. Non bilan uraverasan. Mana do'stlar, shashlik ham bor bu yerda. Ejanga bo'lgan. Bismillah. Ajoyib. Danasi 10 ming so'mdan. Hozir yeb ko'ramiz sizlar. Voy, dahshat qana. Maynadan kim qildi? Shu o'zim tayyorlayman shuni. Obishni yeyjam bu. Hammasini o'zing qilasan dedi, ha? Nima? Şimdi powersan da berdi ondan. Nima? Yaxshi. Toza ochilgan yerda mana birinchi qo'l o'zlarimiz yeb o'tirmiz. Xudo xolasa sizlarga ham tavsiya qilaman. Ajoyib so'rlayni. Yeb ko'rsatyapman. O'zlaringiz ham yeb ko'ringlar, kep ko'ringlar. Kimda kim tug'ilgan kun, novunchik bazm bo'lsam, baliq zakaz etsangizlar pishirib taqlab beramiz. Qovurgan balig'imiz. Shuni ham yeb ko'rsataman sizlarga. Ne deysizlar? Bismillah. Zakonu, tuzu hamma narsasi me'yorni olibdi. Yapan issig'ana bo'libdi. Ko'rib turganingizdek, bemalol zakaz etaverasiz. Korobkasini hamma narsasi o'zida, boshqa yerda korobka to'qi falan narsa bizda uning narsa yo'q. Birda yakka degan narsa yo'q. Mana korobkasi, hamma narsasi o'zida bo'ladi. Sousi, noni, qovurma balig'i, korobkasi, Saboy korobka o'zida bo'ladi. Bemalol kelib bu yerdan baliqni pishirtirib, oldindan ochsangizlar ham bo'ladi, yoki kelib shu yerga qovurtirib pishirib olsangizlar ham bo'ladi. Baliqni o'zlaringiz tayyorlab olsangizlar ham bo'laveradi. Mana shunday gap so'zlar bu yerda do'stlar.